Tog' kon sanoati va geologiya vazirligi huzurida O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati 2025-yilda amalga oshirgan ishlari va kelgusidagi rejalari bo'yicha Milliy matbuot markazida anjuman tashkil etdi. Unda o'tgan bir yil davomida geologik tadqiqotlar orqali yer osti boyliklari, oltin, kumush, mis, qo'rg'oshin, ko'mir va boshqa foydali qazilmalarning zaxiralarini aniqlash va mamlakatimizning mineral xomashyo bazasini shakllantirish borasida qator vazifalarni amalga oshirilganligi soha mutaxassislari tomonidan ta'kidlandi. O'tgan 5 yil bilan taqqoslaganda 2030-yilga kelib oltin ishlab chiqarishni 1,5 baravarga, kumush ishlab chiqarishni 3 baravarga oshirish maqsad qilib olingan. Ushbu natijalarga erishish uchun bir qator vazifalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Jumladan Muruntoy konini o'zlashtirishning 5-navbat 2-bosqich ishlarini jadallashtirish, 7-sonli oltin boyitish fabrikasi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish hamda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalda ishlab turgan misni boyitish fabrikalari ishlab chiqarish ko'lamlarini kengaytirish. Yangi tashkil etilgan O'zbekiston texnologik metallar kombinati aksiyadorlik jamiyati bilan birgalikda Miskon konini o'zlashtirish loyihalarini boshlash va investorlar bilan hamkorlikda Agba, Qizilturuq, Qorasoy va Yangi Kazgan kabi konlarni o'zlashtirish loyihalarini boshlash ko'zda tutilgan. Shuningdek, 2025-yil davomida geologiya sohasini raqamlashtirish, ma'lumotlar bazalarini takomillashtirish va ish jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha qator muhim ishlar amalga oshirildi. Geologik ma'lumotlarni boshqarish va nazorat qilishni raqamli shaklga o'tkazish maqsadida namunalarni nazorat qilish axborot tizimi ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etildi. Jamiyatimizda avtomatlashtirilgan namuna nazorati tizimi joriy qilingan. Bu namuna nazorati avtomat tizimi jamiyat tomonidan olingan namunalarni tahlillarni, ya'ni ularni qay holatda, qaysi laboratoriyada yoki qaysi tahlilga yuborilganlarini doimiy nazoratini olib borish imkoniyatini beradi. Shunday laboratoriyalarda jamiyatimiz tasarrufida 5 ta laboratoriyalarimiz mavjud. Barcha laboratoriyalarimizda olingan namunalarni tezkor tahlillar amalga oshiriladi. Bugungi kunda O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati tabiiy boyliklarni chuqur o'rganish, yangi konlarni ochish, mineral xomashyo bazasini kengaytirish orqali Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati va Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati kabi yirik sanoat korxonalari barqaror faoliyat olib borishi natijasida iqtisodiy samaradorlik oshmoqda hamda ekologik barqarorlik, xavfsiz ishlab chiqarish va xalqimizning turmush darajasi yaxshilanishiga xizmat qilmoqda.